Ustalarimiz ham zo'r ish qilgan, lekin kallani ham qo'ygan. Vakinchi ustalarimiz mana mana shundan teshib o'zligini ishlagini qilishgan. Go'r vodokanal qayerga qarayapti, mahalla qayerga qarayapti, hokimiyat qayerga qarayapti. Gentra avtomobilni olib kelishgan. Bu mashinamizni orqasidan suv o'tib ketgan, даже orqasi dinalargacha suv bo'lib ketgan. Akamiz keldilar, buni tekshirib topib bering. Biz buni polni chochamiz, ko'ramiz, aybi основной faradan bo'ladi. Farani mana shu joylarda suv qo'yib yuboradi dedik. Va orada yetib o'tdik. Okey. Mashina orqadan kalti yeganmi, yonidan qatdan bo'lsa ham yo'q, mashinam topdiz, noldan haydayman dedilar. Lekin aytgan gaplar xato bo'lib chiqdi. Ustalarimiz ham zo'r ish qilgan, lekin kallani ham qo'ygan. Bu qo'yag'ilarga julli shoptonni junini ishlash kerak. Mashina farasini eshitib o'zlaganda mana mana shu tekshiruvni ko'rib turibmiz. Bu mashinamizda mana shu burchakdan kalti yegan, qanaqadir miyatini bo'lgan qirrasi, qirrani to'g'irlash uchun vakinchi ustalarimiz mana mana shundan teshib o'zligini ishlagini qilishgan. Lekin bitirgandan keyin yamab qo'yishmagan. La ты крыса. Shu natijasida salonga zo'r suv kirgan. Hozir bu mashinani ham qidirib, aybini to'g'irlab bo'lamiz va tozalab egasiga topshiramiz. Okalar, miyatinachi bo'lasizmi, elektrik bo'lasizmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar nima ish qilsangiz ham oxirida bitta qarab qo'ying. Bilaman, bolalaringiz ish qilyapti ko'pincha. Bizda ham mana shunaqa bolalar ham ish qiladi, lekin ketidan polni tekshirib ketamiz. Bu videoni boru mana shunaqa miyatinada ishlaydigan, ishini qilib bo'lgandan keyin tekshirmasdan jo'natadigan ustalarga tashlab qo'yinglar.